Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimiz polioma virus haqida bo'ladi. Darsni boshida aytib o'tishimiz kerakki, chiziqni shu tomonidan chap tomonda BK turi, ya'niki bu olim nomiga qo'yilgan hisoblanyapti. O'ng tomonda esa yana bir boshqa GS turi. GS turi haqida gaplashib o'tganmiz. Virus haqida umumiy ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, DNKdan iborat bo'lgan virus, ya'ni sovuqlarni ko'ryapmiz. Qobiq yo'q, ya'ni Davidning Michelangelo haykali turibdi. Bundan tashqari genetik materiali ikki zanjirli hamda bu e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bunda ikkita zanjirdan iborat ekanligi va bular sirkulyar ko'rinishda ekanligini bilsak bo'ladi. Endi dastlabki shu BK tur haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu kasallik o'zi qanday holatlarga sababchi bo'ladi desak, mana bu joyda muz va uning ustidagi organlarni xuddi tushib ketayotganligi ifodalangan. Ya'niki bu o'z asli polioma virus odam organizmi bo'lsa ham, lekin unda immun tizim yaxshi rivojlangan bo'lsa, hech qanday belgi bermasligi mumkin. Misol uchun BK turida organ transplantatsiyasi bo'lgan bemorlarda immun tizimi susayganligi hisobiga ularda buyraklarda nefropatiyalar berishi mumkin. Ya'ni bu yerda mana markazda Yuliya Sezar turibdi, hamda uni buyrak sohasiga pichoq sanjilganga o'xshab ko'rinib turibdi va mana bu joydagi haykalda ham siydigidan qon oqayotganligi, bu orqali esa biz gemorragik sistit ekanligini bilsak bo'ladi. Endi ikkinchi turi esa o'ng tomondagi GS turi hisoblanadi. Bu turi ham sog'lom odamlarda belgi bermasligi mumkin. Qachonki immun tizimi susayganlardagina belgi berishi mumkin. Bunga misol qilib mana 200 soni yozilgan senator count deb va mana bu Yuliya Sezarning kiyimidagi mana bu HIV ning belgisi. Bu degani ko'proq HIV ga chalingan bemorlarda virus o'zini salbiy ta'sirlarini yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Qanday belgini desak, mana bitta PML degan yozuv turibdi. Bu yordamida esa bir kasallik bor, progressiv multifokal leukoentsefalopatiya degan holat bor. Ya'niki bosh miya o'zgarishlarga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik bor. Bu o'sha aytganimizdek immun tizimi susayganlarda mana qo'lida hassas borligi orqali ifodalanadi. Ya'niki shu GS turida aytganimizdek PML, ya'niki kasallikda patogenezi qanaqa jarayon ro'y beradi deydigan bo'lsak, ya'niki bilamizki markaziy nerv sistemasida oligodendrotsitlarni virus zararlaydi. Oligodendrotsitlarning vazifasi miyani ishlab chiqarishidir. Ya'ni miyani ishlab chiqarish buzilganligi hisobiga oligodendrotsitlarni shikastlanyapti, uni hisobiga miyelinlar shikastlanyapti va buni hisobiga kasallik kelib chiqyapti. Kasallikda nima jarayonlar ro'y beradi deydigan bo'lsak, mushaklar kuchsizligi, ko'rishda, nutqda, koordinatsiya, hatto kognitiv buzilishlarda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'niki miyani bitta qismida emas, bir necha qismlarda kasallik rivojlanishi mumkin. Buni mana bu Yuliya Sezarning yoki haykalidagi boshdagi taqib olgan predmetini hamma joyini egallab olganligidan ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Diagnostikasida shu PCR tekshiruvi yoki bo'lsam ELISA usuli yordamida davolash esa supportive care hisoblangan, ya'ni aniq bir dori bunga ta'sir qiladi, faqatgina qo'llab-quvvatlovchi terapiya qilinadi.